nasib bo'lsa, mana ishga tushirib, bugun mana panelimiz markasi Lonji Qayma 650 XU. Xo'sh, xorazmlik yigitlar, montajchi Qudayshukron o'zini gruppasiga kelib montaj qildi. Mana montajlarni ko'ringlar. Juda ajoyib chiqdi. Qancha masalan tanish bilishlarligini ko'rdim o'sha qildim, lekin bunday emas. Men o'zlaring ko'rib baho berasizlar, nasib bo'lsa, mana ko'rib, mana montaj kerak bo'lsa, mana shu yigitlar O'zbekiston bo'yicha chiroyli qilib montaj qilib bergan. Garantiyasi bilan hammasi chiroyli. Qanaqangi hamma avtomatlar, zashtalar hammasi qo'yilgan. Даже mana uydagi bitta ikkita kamchilik montajlarni ham to'g'rilab, hammasini chiroyli qilib berdi yigitlar. Yigitlarning mehnatiga rahmat, sog' bo'lsin. Ishlariga bundan bosh, lekin juda chiroyli. Ko'nglimdagidek qilib berdi. Hammasi zo'r. Mana o'zi Xorazmdagi yigit ukamiz mana o'zi aka-ukaday bo'ldik, nasib bo'lsa, mana shu montaj kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Chiroyli qilib montaj qilib beradi.